Ramazon sharif keldi. Noib sofiylarning o'rtasida xatm boshlandi. Qozi domlamizni xatmga taklif qilib bir qozi keldi. Qozi domla menga aytdilar: "Sen ham men bilan borgin. Xatmni tomosha qilib kelasan" deb. Meni ham olib ketdilar. O'rdaning darvozasi tagiga kelganda qozi domlaga ichkariga ruxsat berishdi. Menga ruxsat berishmadi. To'xtatib qolishdi. Chunki menda chaqiruv qog'ozi yo'q edi. Qozi domla lashkarlariga meni ko'rsatib, "Mening kafshimni ushlab turadigan xizmatkorim bo'ladi" dedilar. Ichkariga kirdim. O'rdaning o'rtasida masjid bor ekan. Masjidda namoz o'quvchilarning hammasi ulug' odamlar ekan. Xulosa shulki, xatmga o'tib turgan qori nihoyatda xom ekan. O'qib turib ko'p xato qilar ekan. Orqasida somiya yo'q ekan. Men luqma berishga majbur bo'ldim. Bir tasbihda ko'p yerida xato qildi. Men luqma berdim. Tasbih tamom bo'lgandan keyin shaharning hokimi meni taklif qildi. To oxiriga qadar xatmni tamom qildim. Xatmda turganlar ko'p xursand bo'lib, rozi bo'ldilar. Qozi domlamiz shu shaharda 3 yil qozi mansabida turib vafot etdilar. Menga vasiyat qilib, meni yerga dafn qilgandan keyin menga bir xatmi kalomulloh qilib, savobini bag'ishlaysan. Qolgan ilmni Hindistonga borib tamom qilgin dedilar. Men vasiyatlariga binoan qozi domlamiz marhum bo'lganlaridan keyin bir xatm kalomulloh qilib, ruhlariga bag'ishlab Hindistonga jo'nab ketdim. Ajmir degan shaharga borib, bir madrasai Usmoniyga daxil bo'ldim. Meni madrasaga qabul qilib oldilar. Xulosai kalom shulki, 8 yil shul madrasada o'qishda davom etdim. Dars urdu tilida bo'lar ekan, til bilguncha 1 yil qiynaldim. Bu orada o'zimning mamlakatimdan hech qanday xat, maktub ololmadim. Dadam bilan Mozori Sharifda ko'rishganimizga 15 yil bo'ldi. Madrasada 8-yil o'qib turgan holatimda bir ajoyib voqea ro'y berdi.